Xo'sh, davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi adresga ham mebellarimizni olib kelib, tamomlab ham bo'ldik. Yotoqxona to'plamoq kelganmiz Samarqand, Pastdarg'om, Juma tomonga. Endi mebel haqida qisqa qilib ma'lumot berishga harakat qilamiz. Shkafdan boshlaydigan bo'lsak, materiali 100% rossiyskiy laminatdan qilingan. Razmerlari mana bu yonbosh qismi klient xohishiga qarab 60 sm qilib berdik. Kiyim sig'im ancha keng. Ichki holatiga keladigan bo'lsak, razmeri uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Mana bu tomoni 3 ga bo'lingan ichki holati, mana bu tomon razmeri uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Xo'sh, ichki holati o'rta qismi polka. Narigi tomoni 2 ga bo'lingan sabab razmeri kaltaroq, ya'ni custom razmerdagi kiyimlar uchun mo'ljallangan. Ya'ni 2 ga bo'lingan, bir tomon kuyov tomon, bir tomon kelin tomon desa ham bo'ladi. Ikkita vishilkasi bor. Buni ichki holati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar klient xohishi. Xo'sh, divanga o'tadigan bo'lsak, 210 ga 170 matras razmer. Hozirgi holati parallel, ya'ni stolchikning ustidan bo'ladi 4 sm lik mashalka. Agar matras bo'ladigan bo'lsa $100 pulida raznica qiladi. Divanning bosh qismini rangida tanlov bor. Kimdir pardamga, aboyimga tushsin desa, mana buni rangini o'zgartirib beramiz. Hozirgisi zamish, yuvsa bo'ladigan zamish. Mana bu umumiy holat. Chet qismlari PVH ko'chib ketmaydigan plastmassadan ishlatilgan. Xo'sh, tremosga o'tadigan bo'lsak, ikkita eshik, ikkita tortma. Eshiklarning ichida polkalari bor variantda ishlangan. Mana bu ichki holat. Bu tomon ham xuddi shuni o'zida, eshiklari 100% vakuumda. Tortma sig'im ancha keng ishlangan. Ikkita tortma. Hamda mana bu yerda. Xo'sh, oynasiga keladigan bo'lsak, chetki qismi charxlangan oynasini, nima deydi, buni fasoni ko'p xohlovchilar uchun boshqa fasonlari ham bor. Balandligi 1.80, yonbosh razmeri 1.35. Tumbalar o'rta holatda, hamda bitta bonus uchun oyoq kiyim pastavka qo'shib berilgan. Xo'sh, bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Biz bilan bog'lanish uchun pastda nomer qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, aloqaga chiqishingiz mumkin. 150 km dastavka uстановkasi ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi.